Assalomu alaykum. Biz hozir kvartiramizda kvartiramiz полный devor qismi va natajni va mebel qismlariga yetib keldi. Ko'rishingiz mumkin, bu yerda oynalari bor. Oynalarni qo'yib berganmiz. Bu yerda radiator to'samiz. Hozir kvartiramiz shu holatga keldi. Noldan shu holatga keldi. Hozir ko'rib turishingiz mumkin. Skript eshiklar qo'yib berganmiz. Bu yerda knижный zonasi va kitob o'qish uchun maxsus divancha ham qilib berganmiz. Hop, bag'da spanli xonalari shunaqa joylashdi. Gavrazni shkaf berdik va ichiga podsvetka qo'yib berganmiz. Tremoyimizni tuman o'rniga tremoni moslab ketganmiz, shuning uchun xoladan unumli foydalanish uchun. Xo'p, endi bag'da detskimiz joylashgan. Detskimiz 2 etажkadek bo'lib, tevasida отдельный bolalar uchun spalni va pastda отдельный spalni va tay tortmani qilib berildi. Bu esa detskimiz shkafi. Hozir natajniy patologiya bo'lgani yo'q. Bag'da o'sha natajniy patologiyalari bo'lgan. Natajniy patologiya stili shunaqa stilda bo'ldi. Ko'rishingiz mumkin mana. Hop, bayta spalnimiz joylashyapti. Spalnimiz chexol qismlari endi qatiriladi va shkafimizga shunaqa funksionli soat, uzuk va o'rta narsalarni qo'yish uchun joy qilib berganmiz va pastida burishnica bor. Burishnicamiz Alfline firmasiniki. Chiroyli qilib o'rnatib berdik. Bag'da отдельный. Женскийga отдельный, mujskiyga отдельный. Ust qismlarini oyna profil bilan berkitib berganmiz, shtobi pastdagi joylar ko'rinib turishi uchun. Bu yerda ham shunaqa shu qo'ygan narsalar albatta ko'rinib turadi. Buni ham podsetkasi bor. Podsetkasi sensorli. Hozir eshigini qo'ymagan hisobiga bu sensorlarni berkitib qo'yganmiz qog'oz bilan. Agar shu qog'ozni olib tashlasak, podsetkalar yonadi. Bu xonamizda ham xuddi shunday qilingan. Bu xonamizda bu tomonida spalni qismlari joylashgan, ya'ni spalni tremosini tumbani o'rniga joylashtirib ketganmiz va oynalar joylashyapti bu yerda. Tumbalar hammasi osma bo'lyapti devorga. Hop, endi bag'da TV zonamiz полный laminat bo'ldi. Eger firmasi laminatdan foydalandik va stiklarni endi yopamiz. Hozircha shu holatga keldi. Hop, bu yerda mujskoyimiz bor. Mujskoy spalnimiz. Hop, mujskoy spalnimiz ham xuddi shunaqa dizaynda, почти jenskiyga o'xshashroq, faqat boshqacharoq. Bag'ida buni shkafi joylashyapti. Shkafi bayt servantli bo'ladi, ya'ni oyna profilli. Bag'i ham oyna profil, bag'i ham oyna profil bo'ladi. Ichki to'la podsetkasi yonib turadi отдельный. Hop, mebelimizni birinchi patologdan oldin yasab ketishimiz yagona sababi natajniy patolog mebel atrofidan aylanish uchun. Hozir men sizlarga ko'rsataman uni.